Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Barchangizni bugungi ulug' sana O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan muborakbod etamiz. Bayroq bu hurlikdan beradi darak. Bayroq bu birlikdan so'zlaydi beshak. Oliy maqsadi bor xalq iftixori, muqaddasdir bizga vatan bayrog'i. El aro yurtimning shoni g'ururi, muborak elimning qalbiy sururi, xalqimiz qarog'i, ko'zining nuri, muqaddasdir bizga vatan bayrog'i. Yulduzlari xalqimiz birligi ramzi, moviy rang musaffo osmonning labzi, ilmu ma'rifatdan so'zlar hiloli, muqaddasdir bizga vatan bayrog'i. Yashil rang yashnagan bog'u rog'imiz, oq rangda mujassam istiqbolimiz, qizil bu ezgulik birlik timsoli, muqaddasdir bizga vatan bayrog'i. Bayraming muborak aziz bayrog'im, seningla mag'rurdir O'zbekistonim, sen uchun xalqimning yuksak ardog'i, muqaddassan bizga vatan bayrog'i.